sentyabrdan boshlab har oyda 500 ta 500 ta kelaveradi. 5000 ta odam olib kelaman yil davomida 5000 ta. Videoda ko'rib turibsizlar, sentyabrdan boshlab 500 nafar, bu yilning o'zida 5000 nafar, keyingi yil 20000 nafar Belorussiyaga fuqarolarimiz ishga jo'natiladi. Kecha kuni Andijon viloyatidan 255 nafar fuqaro yetib bordi. Andijon viloyati hokimi kutib olib, fuqarolarga qulay sharoit va yaxshi imkoniyatlarni va'da qildi. Faqat yaxshi ishlab, mehnat qilib, O'zbekistonimizga foyda keltiradigan darajada xizmat qilishingizni tilab qoldi va ishchi o'rinlari juda ham ko'p dedi. Kerak bo'lsa ikkinchi Andijon qilamiz deyapti. Shoshilmanglar, direkt juda ham ko'p yozyapti. Men ham boraman, u boraman, oilaviy boraman, qachon boraman, kimga murojaat qilaman. Yaxshilab eshitib turinglar. Xo'p, ko'p hali kvotalar juda ham ko'p ekan. Tuman hokimiyatlariga chiqib, ro'yxatdan o'tib qo'yasizlar, oilaviy bo'lsa ham juda ham yaxshi. Bir narsani unutmanglar, Rossiyadan deportatsiya bo'lganlarni Belorussiya qabul qilmaydi. Kecha kunga jo'natilganlarni fuqarolarimizni tumanlarga, qishloqlarga jo'natildi. Ish kuchi kerak bo'lgan joylarga, chorvachilik asosan, fermerchilik shu kabi joylarga jo'natildi. Birinchi o'rinda go'sht, sut mahsulotlarini yetkazib berish maqsadida. Hammani viloyat, tuman bo'lyapti mana. Baliqchi bitta. Hammani har yoqqa olib ketar ekan. Oylik haqida to'liq hali ma'lumot yetib kelgani yo'q. Qog'ozlarda aytilyapti 8000 dan 1,5-1700 deyilyapti. Endi ish bordi bizdan. Hali oylik olsa, hali to'liq ma'lumotini kanalimizga qo'yib boramiz. Eng so'nggi ma'lumotlarni videoga bitta like bosib, Belorussiyaga boradigan tanishlarga tezda jo'natib qo'yinglar va Andijonlik uchun kanalga obuna bo'lib turinglar. Biz sizlarga eng so'nggi ma'lumotlarni berib boramiz. 100 ming bo'lishimizga ozgina qoldi. Podeshka qilib obunani bosib qo'yinglar.